Agar siz qirqlik yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 60-65 yosh atrofida bo'lsa yoki oilangizda pensiya, ish staji, nafaqa, nogironlik, meros, subsidiya yoki rasmiy daromad masalasi bor bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki oxirgi yillarda O'zbekistonda hujjatlar, ish staji, pensiya hisoblash, ijtimoiy himoya va rasmiy daromad bo'yicha tartiblar keskin o'zgardi. Ko'pchilik hali ham men ishlaganman, demak stajim bor. Pasportim bo'lsa bo'ldi. Pensiya yoshiga yetganda borib rasmiylashtiraman deb o'ylaydi. Mana shu eng katta xato. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi, kim xavotir olish kerak, kim shoshilmasligi mumkin, qaysi hujjatlarni bugunoq tekshirish zarur. Videoni ho'zroq like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumot sizga, ota-onangizga yoki farzandlaringizga minglab, hatto millionlab so'm yo'qotishning oldini olishga yordam berishi mumkin. Oldin ko'pchilikda hamma narsa qog'oz hujjat bilan yurardi. Mehnat daftarchasi bor, ish joyidan ma'lumotnoma bor, arxivdan spravka olib kelinadi. Mahalla tasdiqlaydi. Keyin pensiya jamg'armasiga topshiriladi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlardi. Ishlagan joy yopilib ketgan bo'lsa, arxiv qidirardi. Zavod, kolxoz, shirkat xo'jaligi, xususiy korxona tugatilgan bo'lsa, oylar davomida eshikma-eshik yurardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradi. Ish staji, ish haqi, soliq to'langan, to'lanmaganligi, mehnat shartnomasi ro'yxatdan o'tganmi, pensiya badallari yoki ijtimoiy soliq ko'rganmi, hammasi bosqichma-bosqich raqamli tizimga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, agar hamma narsa to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, odam kamroq yuguradi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar siz 10 yil ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa, elektron tizimda bu davr ko'rinmasligi mumkin. Shunda men ishlaganman degan gapning o'zi yetmay qoladi. Eng og'riqli joy mana shu. 40-65 yosh oralig'idagi odamlar hozir tekshirmasa, pensiya yoshiga yetganda kech bo'lishi mumkin. Chunki 20 yil oldingi ish joyini topish qiyin, guvohlar ko'chib ketgan yoki vafot etgan bo'lishi mumkin. Arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Shu sababli men har bir tomoshabinga aytaman. Pensiya masalasini 6 yoshda emas, dardin yoshdan keyin tartibga solish kerak. Avval odamlar ko'pincha ishga kirar edi, mehnat daftarchasiga muhr bosilar edi, hammasi shunga tayanardi. Korxona hisobchisi ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berardi. Pensiya hisoblashda ish staji va oylik miqdori asosiy rol o'ynardi. Kimning rasmiy ish haqi yuqori bo'lsa, pensiyasi ham nisbatan yaxshiroq chiqardi. Kim uzoq yillar ishlagan bo'lsa, staj hisoblanardi. Hozir mehnat munosabatlari elektronlashib boryapti. Ish beruvchi xodim bilan mehnat shartnomasini rasmiy qilishi, soliq organlari va mehnat tizimida ma'lumotlar aks etishi kerak. Agar siz qurilishda, bozorda, tikuv seksida, taksida, fermer xo'jaligida, savdo do'konida yoki xizmat ko'rsatish sohasida og'zaki kelishuv bilan ishlayotgan bo'lsangiz, eng katta xavf sizda. Chunki qo'lingizga har oy pul olayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin kelajakdagi pensiya uchun bu pul ko'rinmas bo'lib qoladi. Masalan, Bahodir aka girdaki yoshda, u 12 yildan beri qurilish brigadasida ishlaydi. Oyga o'rtacha 5-6 million so'm topadi. Lekin rasmiy mehnat shartnomasi yo'q. Soliq to'lovlari yo'q. Ish beruvchi nomi bilan hech narsa ro'yxatdan o'tmagan. Bahodir aka men yaxshi pul topyapman deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizim nuqtai nazaridan qaraganda bu 12 yilning katta qismi staj sifatida tasdiqlanmasligi mumkin. Natijada u pensiya yoshiga yetganda nega pensiyam kam chiqdi deb hayron qoladi. Yana bir misol. Dilbar opa 52 yoshda. U 15 yil avval xususiy tikuvchilik seksida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona allaqachon yopilgan. Muhr aniq, buyruq raqami yo'q, arxivda hujjat topilmayapti. Agar Dilbar opa hozir buni tekshirsa, hali vaqt bor. Sobiq rahbarni topishi, arxivdan ma'lumot izlashi, sud orqali faktni tasdiqlatishi mumkin. Lekin 25 yoshga kirib pensiya rasmiylashtirish vaqtida buni boshlasa, pensiya kechikishi yoki ayrim yillar stajga kirmay qolishi ehtimoli bor. Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar xavotir olish kerak. Agar sizda mehnat shartnomasi yo'q bo'lsa, ish haqi kartaga ish haqi sifatida emas, oddiy o'tkazma sifatida tushsa yoki umuman naqd berilsa, bu kelajakda katta muammo. Menga hozir pul kerak, pensiya keyin degan fikr xavfli. Chunki 10-15 yildan keyin pensiya juda muhim daromad manbai bo'ladi. Ikkinchi guruh
Sovet davrida yoki 1990-2000 yillarda ishlaganlar. O'sha davr hujjatlarida ko'p joyda chalkashlik bo'ladi. Ism, familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan. Tug'ilgan sana noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan, muhr o'qilmaydi. Buyruq raqamlari yo'q. Bitta harf xatosi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda To'xtayeva deb yozilgan, mehnat daftarchasida To'xtayeva yoki To'xtayeva bo'lishi mumkin. Oddiy odam uchun bu bir xil. Lekin hujjat tekshirayotgan tizim uchun bu mos kelmaslik bo'lishi mumkin. 3-guruh uzoq yillar uy bekasi bo'lgan ayol mavzu. Ko'p ayollar farzand tarbiyasi, uy ishlari. Qari ota-onaga qarash sababli rasmiy ishlamagan. Bu mehnatning qadri juda katta. Lekin pensiya hisobida har bir davr avtomatik ravishda staj bo'lavermaydi. Bolani parvarish qilish davrlari bo'yicha ayrim tartiblar mavjud. Lekin buning ham chegaralari va hujjat talablari bor. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, yashash joyi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlarni oldindan tartibga solish kerak. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan fuqarolar ko'p. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, u davrning O'zbekistonda pensiyaga qanday ta'sir qilishi davlatlararo bitimlar, hujjatlar va tasdiqlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, uni tasdiqlash juda qiyin. Shuning uchun chet eldan qaytganda mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlash kerak. Agar siz hozir rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, ish haqi rasmiy tushayotgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinayotgan bo'lsa, vahima qilish shart emas, lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xatolar faqat norasmiy ishlaydiganlarda bo'lmaydi. Ba'zan ish beruvchi xodimni yarim stavka qilib ko'rsatadi, aslida esa to'liq ishlatadi. Ba'zan ish haqi rasmiy qismda 20 million ko'rsatiladi. Qolgan 3 million naqd beriladi. Hozir sizga farqi yo'qdek tuyuladi. Lekin pensiya hisobida aynan rasmiy summa ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, Akmal aka oyiga 7 million so'm oladi. Lekin hujjatda minimal ish haqi atrofida ko'rsatilgan. U 15 yil shunday ishlasa, kelajakda uning pensiya hisob kitobida real 7 million emas, rasmiy ko'rsatilgan past daromad ko'rinadi. Shunda u men axir ko'p topganman desa ham, tizim qayerda hujjat deb so'raydi. Agar siz davlat tashkilotida, yirik korxonada yoki bank orqali rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, xavf kamroq, ammo mehnat daftarchangizdagi yozuvlar, elektron mehnat ma'lumotlari, pasport va JSHSHIR ma'lumotlari bir-biriga mos kelishini tekshirib qo'yish zarur. Birinchi nozik nuqta, ish staji faqat men ishladim degan xotira bilan isbotlanmaydi. Uni tasdiqlovchi hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, soliq to'lovlari, mehnat shartnomasi, sud qarori kabi dalillar muhim bo'ladi. Ikkinchi nozik nuqta, ish haqi miqdori pensiya masalasida muhim. Faqat staj yetarli emas. Bir odam 30 yil rasmiy past oylik bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Boshqasi 25 yil yuqori rasmiy oylik bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Hisob kitobda farq chiqadi. Shuning uchun yoshroq tomoshabinlarga ham aytaman. Girindi yoshda bo'lsangiz, hozirdan rasmiy daromadingizni tartibga soling. 3-nozik nuqta, hujjatdagi ism, familiya xatolari. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya almashgan bo'ladi. Diplom bir familiyada, mehnat daftarchasi 2-familiyada, pasport 3-yozuvda bo'lishi mumkin. Bularning hammasi zanjir bo'lib isbotlanishi kerak. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Tug'ilganlik guvohnomasi saqlanishi kerak. 4-nozik nuqta, nafaqa va pensiya bir xil narsa emas. Ko'pchilik pensiya chiqmasa, nafaqa berishadi deb o'ylaydi. Ijtimoiy nafaqa miqdori shartlari, ehtiyojmandlik mezonlari, oilaviy daromad tekshiruvi bo'lishi mumkin. Pensiya esa odatda staj va to'lovlar bilan bog'liq. Shuning uchun baribir davlat beradi deb beparvo bo'lish to'g'ri emas. 5-nozik nuqta, qarzlar, aliment, ijro hujjatlari va bank majburiyatlari. Pensiya yoshiga yetganda odamning daromadi kamayadi. Agar oldindan kreditlar, kafilliklar, kommunal qarzlar, aliment yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, pensiya kartasiga tushadigan puldan ushlab qolish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ehim yoshdan keyin katta kredit olishdan oldin 2 marta o'ylash kerak. Ayniqsa boshqa odamga kafil bo'lish juda xavfli. Ba'zi davrlar borki, ular ma'lum shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin.
yoki alohida hisoblanishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri, nogironligi bo'lgan shaxsga qarash. Ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega holatlar. Lekin bu yerda eng muhim so'z ma'lum shartlar asosida. Ya'ni hamma holat ham avtomatik qo'shilmaydi. Qaysi yil, qaysi tartib, qaysi hujjat bilan tasdiqlanishi muhim. Masalan, bir kishi men institutda o'qiganman, 5 yil staj bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin o'qish davrining qaysi tartibda, qaysi yillarda, qaysi hujjat asosida hisoblanishi alohida tekshiriladi. Diplomning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Arxiv ma'lumoti so'ralishi mumkin. Yana bir tuzoq, xususiy tadbirkorlar. Ko'pchilik yaxata tartibdagi tadbirkor bo'lib ishlaydi. Patent yoki guvohnoma olgan, savdo qilgan, xizmat ko'rsatgan. Lekin tadbirkorlik davri stajga qanday kirish to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar ro'yxatda turgan bo'lsangiz, majburiy to'lovlarni to'lamagan bo'lsangiz, kelajakda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar soliq organlaridagi shaxsiy kabinetini tekshirib, qarzdorlik, to'lov tarixi, faoliyat davri haqida ma'lumot olishi kerak. Yana bir real vaziyat, odam bir korxonada 20 yil ishlagan, lekin bir necha yil ta'tilsiz, buyruqsiz, fuqarolik shartnomasi asosida yuravergan. Mehnat shartnomasi bilan fuqarolik huquqiy shartnoma bir xil emas. Birida xodim sifatida staj shakllanishi mumkin. Ikkinchisida shartlar boshqacha bo'ladi. Ish beruvchi baribir ishlayapsiz-ku deb aytishi mumkin. Lekin huquqiy oqibat boshqacha. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi. Bularni bitta papkaga joylang. Asl nusxalarni alohida saqlang. Telefoningizga skaner qilib qo'ying, lekin faqat telefonga ishonib qolmang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ishga kirgan va bo'shagan sana bor yo'qligini tekshiring. Mur tushirilganmi? Buyruq raqami yozilganmi? Korxona nomi tushunarlimi? Familiyangiz to'g'rimi? Agar biror joyda xato bo'lsa, o'sha korxona hali mavjud bo'lsa, darhol kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. Uchinchi qadam, hozirgi ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini so'rang. Siz qaysi lavozimda, qaysi stavkada, qancha ish haqi bilan rasmiylashtirilgansiz bilib oling. Agar sizga 5 million berib, hujjatda 20 million ko'rsatayotgan bo'lsa, kelajakda zarar sizga bo'ladi. Ish beruvchi bilan tinch, yozma va madaniyatli gaplashing. Mening pensiya stajim va rasmiy daromadim to'g'ri yurishini xohlayman deb ayting. 4-qadam. Elektron davlat xizmatlaridan foydalaning. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlarining shaxsiy kabineti, mehnatga oid elektron tizimlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Lekin hech qachon begona odamga SMS kod, pasport ma'lumoti, bank karta parolini bermang. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetishni kutmang. 45, 25 yoshda ham borib, mening stajim bo'yicha qanday hujjatlarim yetishmaydi deb so'rashingiz mumkin. Mutaxassis sizga qaysi davrlar bo'yicha hujjat kerakligini aytadi. Bu juda muhim, chunki oldindan bilsangiz muammoni hal qilish osonroq. 6-qadam, arxiv so'rovlarini kechiktirmang. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, arxivga yozma murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, agar bilsangiz bo'lim yoki sex nomini yozing. Menga ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumoti kerak deb aniq ko'rsating. Javobni saqlang. Agar hujjat topilmadi degan javob kelsa ham, uni tashlab yubormang. Keyin sud yoki boshqa tartibda kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar hujjat topilmasa, yuridik maslahat oling. Ba'zi holatlarda ish stajini sud orqali tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Buning uchun guvohlar, eski hujjatlar, maosh olganingizni ko'rsatuvchi dalillar, kasaba uyushmasi bileti, buyruq nusxasi, eski guvohnomalar, fotosuratlar, boshqa ishchilar ko'rsatmasi kerak bo'lishi mumkin. Lekin sudga shoshilib yugurishdan oldin avval arxiv va rasmiy organlardan javob oling. 8-qadam, ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'p
15 yoshdan oshgan insonlar hujjatni farzandlariga ko'rsatmaydi yoki o'zlari ham qayerda nima borligini bilmaydi. Hurmat bilan so'rang. Ota, ona, pensiya hujjatlaringiz, mehnat daftarchangiz, tug'ilganlik va nikoh hujjatlaringiz qayerda deb. Chunki kutilmagan holatlarda meros, nafaqa, parvarish puli, nogironlik, tibbiy imtiyozlar uchun hujjat kerak bo'ladi. 9-qadam. Qarz va kredit majburiyatlarini tartibga soling. Yaqin yoshdan keyin har qanday kreditni pensiya davridagi daromadingizni hisobga olib oling. Farzandingiz yoki tanishingiz uchun kafil bo'lishdan oldin, agar u to'lamasa, men to'lay olamanmi deb o'zingizga savol bering. Chunki qonun oldida kafilning javobgarligi jiddiy bo'ladi. 10-qadam. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gapdan ko'ra yozma murojaat kuchli. Davlat organiga borsangiz, ariza raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, javobini saqlang. Ish beruvchiga murojaat qilsangiz, nusxasini olib qo'ying. Keyin men aytgandim emas, mana hujjat deyishingiz kerak bo'ladi. Men bu masalada odamlarni qo'rqitish uchun emas, uyg'otish uchun gapiryapman. Qonunchilik va tizimlar o'zgaryapti. Raqamlashtirish kuchaymoqda, ma'lumotlar bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu halol rasmiy ishlagan odam uchun qulaylik, lekin hujjati yo'q, staji tasdiqlanmagan, ish haqi yashirin berilgan, ism familiyasida xato bo'lgan odam uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Dardim yoshdan keyin hali vaqt bor demang. Ehir yoshdan keyin ko'raman demang. 6 yoshga yaqinlashganda esa har bir oy qimmatga tushadi. Pensiya va ijtimoiy himoya masalasi faqat qariyalar mavzusi emas. Bu bugun ishlayotgan har bir insonning kelajakdagi xavfsizligi. Bugun siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shu. Kelajakdagi pensiyangiz va ijtimoiy huquqlaringiz bugungi hujjatlaringizga, rasmiy ish stajingizga, rasmiy daromadingizga va ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilishiga bog'liq. Hozir tekshirsangiz, tuzatishga vaqt bor. Kechiksangiz, yillarni isbotlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Agar sizda mehnat daftarchasi, staj, pensiya, arxiv, rasmiy ish haqi yoki ota-onangiz hujjatlari bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi viloyatdansiz va sizda qaysi muammo bor, aniq yozsangiz, keyingi videolarda shu masalalarni alohida tushuntirib beraman. Videoni like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta o'z vaqtida ko'rgan video butun oilaning kelajakdagi daromadini saqlab qolishi mumkin.